Shunday balondan olib kelib, akalar kolodus qilishlarda davri o'tdi. Shunday telefon qilasiz, ustunovkasigadir, kovlashigadir o'zlari qilib ketishadi. Narxlari ham arzon narxlarda. Biz koloduslarda optim birinchi qo'l ishlab chiqarish joyiga yetib kelganmiz. Mana shu territoriyaga poyni mana shu akamiz yetkazib berar ekan, ob'yomni ko'rishlari mumkin akalar, sig'madan xudo olsa bosib tashlashgan. Kimga qancha kerak bo'lsa bemalol dastavka ustunovkasini qilib berishaveradi. Narxiga keladigan bo'lsa, akalar birinchi o'rinda razmeri bunaqasi 90 ga 120 bo'ladi. Xudo olsa 550 marka Yasin. Semindan ishlab chiqarilgan bola 30 zo'ridan bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak 400 ming so'm. Dastavka ustunovkasi ichida Rishton, Buvayda, Bog'dod, bu yoqda Uchko'prik, Qo'qon, Beshariqgacha dastavka ustunovkalari mana shu narxlarda bo'ladi. Vodiy bo'ylab kelishilgan holatda. Pastga telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, bemalol qaytib ko'rasizlar. O'zim olib ketaman deydiganlar uchun narxi 200 ming so'm, dastavkasini qilib bering deganlar uchun 300 ming so'mdan. Har xil qopqoqlari ham bor ekanlar. Pastga telefon raqamlarini qoldiramiz, bemalol qaytib ko'rasizlar. Manzilimiz Uchko'prikdan bo'lyapti. Pastga telefon raqamlarini aloqaga chiqarasiz.